Men tog'ga chiqa olmayman. Ozgina ishlamasam bo'lmaydi. Oka, uzr a, ko'rmay qolman oka. Men bor uzr. Sinfdoshlarim tog'ga chiqmayman deganimga gruppadan chiqarib yuborishdimi? Puling bo'lmasa, oshna og'ayning tugul sinfdoshlaringdan voz kechib yuborar ekan. Yaxshimisan? Sen bilan so'rashayapmi? Nima saypini sinfdoshlik gruppasidan chiqazording, nima? Bir ikki pul topib, bosat tusaring bilmay qoldilaringmi? Menga saypini ko'chama-ko'cha odamlarga nima fast foodmi, gamburgermi, nima tashib yurish yoqmayapti. Men unaqa sinfdoshim borligidan uyalaman. Shuning uchun gruppadan chiqarib yubordim. Gaping bormi? Meni ham chiqazor. Saypi yo'q joyda men ham bo'lmayman, eshitdingmi? Sinfdoshmish. Oqibatingdan o'rgildim seni. Bolalar, dacha aytmang. Dachani puliga saypiga skuter olib beramiz. Pul bermaganlar, pulni tezlashtiringlar. Ismoil, sen ham aytib qo'ygin, Shukur bilan ilhom bermagan, tezlashtirsin pulni. Qo'lni zo'r ish qilibsizlar, baraka topinglar. Gruppaga karta tashab, zakreplonni qilib qo'yinglar, men o'sha yoqqa tashab yuboraman pulni. Afzal, menga yoqdi, zo'r ekan. Puli ham rosa qimmat bo'lsa kerak. Bu odam Ilhomjon aka bo'ladilar. Xitoy o'zidan zavodidan olib kelib sotadilar. Optimga ham donaga ham narxi bir xil aka. Bu odamdan-chi ko'pchilik olib, ustiga pul qo'yib uchastkalar qurib yuboryapti. Men seni buloqni boshiga olib keldim. Bu gaplarni men sen gapiryapman. Senga nima pulini to'lamaganingdan keyin og'indi duo qilib meni yurur. Biz o'zimiz aka bilan kelishaveramiz. Sen ket tur. Qani aka, yuringchi. Ha, birat.